Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biz chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qo'lli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarni boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Va uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semiz. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik, Semiz. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tunda nechta 3 ta klonmi? Bu nima bu? Eng qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu уже Darknet'ning keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'layotgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rish boshlayotgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasini bosib tashlaylik. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknetning keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hoziroq obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videodan menga YP'ngi sveji 22 mingta yangi obunachi olib kelsanglar, men sizlarga Darknetning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtoqlar hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar yo'qmishni bila olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar. O'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semiz ismi Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qizig'i u hozir uyning ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda, ha. Brat, kim? Kim bu? Sup, kim? Men tashlab keturlaring meni shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzni ham ko'ra olmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilet, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq manda, jigar. Stop, o'yinchoq